o'zi ko'tarilar ekan-a. Voy bilib, vashshi gapi. Vashshi zo'r. Ko'zda ko'z tushirib qo'yasiz, ketdi. Do'stga qara do'st. Mana tegishgani yo'q. Mana ko'shi o'zi sirila ko'tarilyapti. Yana bitta bosing. Qaranglar mana. Vashshi gapi. Mana tegishgani yo'q, o'zi ko'tarilyapti. Gapi bo'ldi. Toshkentda ob-havo zo'r, yomg'ir yog'yapti. Ramazon oylaridagi rahmat yomg'irlaridan biri okera. Sizlar bilan Toshkentdagi skladlardan biridan gaplashyapmiz. Texnikalarni juda ko'pini obzor qildik, lekin bugun alohida bir texnikani obzor qilmoqchimiz. Sem pagruchkini. Pagruchka bo'lganda ham katta kubaligini bugun obzor qilamiz. Mana hozir biz Toshkentdagi skladlardan birida Sherst akani uchratib qoldik. Sherst aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Sherst aka, bugun bizani podpischiklarimizga Sem pagruchka haqida to'liq ma'lumot beramiz, aka. Xudo xolisa. Bo'ldi, aka, nimasidan boshlasak bo'ladi Semni? Bular o'zi qachon kirib kelgan? O'zbekiston bozorida bugun qanchalik darajada foydalanishyapti bu pagruchkalardan? Aka, yurib gapiravering, bemalol. Qarang, bularda oldidan boshlasak ham bo'ladi, primoy. 3,5 kubalik kovsh, srazi yangi dizaynda kelgan 656F modelimiz. 2025-yil variant. 2025-variant. Kechagina kirib keldi O'zbekistonga birinchi marta 656F. Bu sotuv maydoniga olib boriladimi hozir? Bittasi sotuv maydoniga ketadi, bittasi srazi mana shu yoqdan chiqib ketadi. Egasiga. Gap aka, nima? Yangi dizayn degani sotiladi. Mana buni ko'rsangiz bo'ladi, orqasida yangi polni dizayn. Da. Oldingi eski modellardan ko'ra yozuvlariga ahamiyat bering. Yozuvlari ham chiroyligina. Ham mana bu yoqda eskisidan farqi nimada hozir mana o'zingiz bilasiz-ku, eski dizayndagidan bunda nimalar o'zgartirishlar kiritilgan? Detal bo'lsa ham aytib keting, detalni. Eski dizayndan farqi elektronniy dvigatel bunga qo'yilgan o'sha. Elektronniy dvigatel. Qanaqa farq qiladi? Bu degani oldin agar richagda bo'lgan bo'lsa, hozir чисто elektronniy управление, transmissiya. Osongina. Korobka передаcha elektronniy bo'ladi. Vashshi zo'r. Vashshi mazza. Mazza qiladi bizani operatorlarimiz. Kayf bo'lar ekan. Vashshi mazza bo'ladi. Bitta so'z bilan aytganda. Shunaqa. Gap yo'q. Yana nimalarda o'zgarish? Tashqi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Tashqi ko'rinishida aslini o'zgarish tashqi ko'rinishida, lekin bu 12 tonnalik texnika bo'lgani uchun bunga 3,5 kubalik kovshni bemalol qo'yib Lekin kovsh ancha katta. Menimcha undan ham ko'proq ketsa kerak. 308 gacha oladi, общий hajmi. 308 gacha maksimalniy. Ko'tarish og'irligi 5,5 tonna bo'lgan. Og'irligi ko'proq, 655 dan ko'proq. Bu 656F modeli ekan-a? F modeli. Bundan oldingisi necha edi? 656D modeli bo'lgan. D. Motorni bitta ko'rsating aka, bitta motor haqida ham ma'lumot bering aka. O'zi 656F modelimizga kalit bilan yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Dvigatelni atsak, oldingi seriyada bunaqa narsa yo'q. Motorni qarang, mana bu narsalarni qarang. Boshqacha maslada turibdi. Yangi 25-yilda ishlab chiqarilgan. Chiroyli, mana ventilyatorlarni ko'rsanglar, kattaligini muzlatib bemalol ishlatsa bo'ladi, maza qilib ishlatsa bo'ladi xullas. Keyin men bitta narsani eshitganman-da, mana Sem pagruchkalarni garantiya berishadiki, 50 gradus issiqda ham, minus 50 gradusda ham o'chib ham qolmaydi, qizib ham ketmaydi. Texnika xuddi shunaqa, to'ppa deb aytishgan. Qayta tak вообще misol uchun 50 gradus issiq o'zi bo'lmaydi-yu. Bu texnika qizib ketadi-yu, ishlasa misol uchun. Bu nima uchun bu o'sha narsalarga mo'ljallangan? Bu Caterpillar'da zavodi bu. Как бы Sem zavodi. Caterpillar'ga bog'liq zavod bo'lgani uchun hamma texnologiya Caterpillar'dagi. O'shani hisobiga bu nima desam, ham kачество tarafdan ham, sifat, nima deydi, ekonomichni ham bu, ekonomika tarafdan ham juda ham zo'r. O'zi Caterpillar dvigatellar ishlab chiqarish bo'yicha zamonning eng rivojlangan kompaniyasi, mana to'ppa-to'g'ri. Gap yo'q. Endi aka, buni-chi bir podpischilarimiz uchun hozir hamma daniylarni aytdik misol uchun, bitta ichkariga chiqsak-da, mana ham oldingizga turib olsangiz. Ketdik. Boshqaruvda. Обязательно. Bu narsani bor, o'zlaringiz ko'rishlaringiz kerak, обязательно. Chunki bu elektron dvigatel, men o'zim ham birinchi marta hayajonlanib ketaman, bor. Gap ketdik. Orqani shuni tushirib qo'y hozir. Hoppa. Chiqib olamiz. Bismillah. Xuddi men podpischik bizani kuzatib turgan o'zi haydagandek bo'lsin deyman-da. Shunaqa. Yangi masla texnika baravar. Mo'sh kuch boshqacharini olib ichkari salonda aka nima o'zgarishlar bo'lgan? Hali yoqmasdan tushuntirib ketdi. Mana salonda mana boya aytganimdek elektronniy
переключение трансмиссии. Да. Elektronniy, полностью Oldingi dvigatel ham orqaga. elektronniy bo'lgan. Buni ichida GPS sistemasi bor уже. Wow. Ichida Любой joydan turib qatalik. любой joyda qayerda turganingni ko'rsa bo'ladi. Telefonda hamma приложенияsi bor, visioning degan ko'rsa bo'ladi bemalol. Zo'r. Вот, и keyin расход топливания ko'rib tursa bo'ladi. Audio sistemalar, ha? Audio sistemalar, полностью radio, bluetoothli, Telefonlardan qo'shilgan qo'yib qo'yib. Shunaqa konteyner pechka, как положено. Bor hammasi. Hammasi bor. Joystick управление, knopkalari bilan bor. Gap bo'ldi. Signal bilan hammasi mana ishda. Akkuratniy ekan, saloni ham. Vashshi chiroyli Shikalar akkurat ishlangan. Skромный gap bo'lishi mumkin emas. Va bitta mana qo'shimcha asbobanjonlar qusi ham bor. Hammasi bor. Keyin buni orqasida даже anaqasi bor ekan. Dvornigi bor ekan. Mana shunga hayron bo'ldim. Voy, vashshi zo'r. Dvornik aka uncha Maza qilar ekanda o'zi operatorlar ham maza qilib ishlar ekan. Ketdik. Ketdik mana bitta yoqaylikchi ovozini eshitaylikchi. Voy. Bitta ana Mercedes mashinalari yozdi. Sразу yana boribdi sразу. Tak, ketdikmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Tak, ko'tarib olamiz. Yaxshilab ushlab olasiz lekin. Tak. Ketdik. Mana, qo'shamiz. Ha. Ketdi. Oldinga, osongina. Ey gap bu. Qani yo'q qo'ysak. Hozir endi orqaga tez yuramizmi? ketdik. Quyon rejim tez yuradi bu. Juda yaxshi. Ey gap. Voy bilan nechida yetamiz? Uni bilmadim. Chiqadimi deyman, ha? Bemalol chiqarsa bo'ladi. 60 ga chiqadi bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi. Samolyotga o'xshar ekan vaqti. Ovozlari ham. Tortishini qarang. 17-18 tonnali texnikani tortishini qaranglar. Ey, vaqti gap bo'lishi mumkin. Ana, vertolyotni eshigini ochib qo'yib, otib ketishadi, o'shanaqa o'xshayapti. Shunaqa. Ey, gap. Aysa to'xtab qolaylik. Bitta kovushlarini. Hozir pastga tushib olamiz. Endi mana shundan bittaga olinglar, bittagina video bo'lsa yana tushmay turing. Mana shu narsani ko'rsatmoqchiman, qaranglar. Tortib qo'yadi odam, ketdi, mana qo'yarsak bo'ladi deb. Ko'tarilar ekan-a. Voy, yetib borganda shuni qo'yib yuboradi o'zi, tashlab yuboradi. Oba! Joystick o'zi tashlab yubordi, ko'rdingizmi? Vashshi zo'r. Yana boshqatdan tushirib qo'yasiz, ketdi. Yana bitta. Joystickga qarang, joystickga. Mana tegishgani yo'q, mana ko'shi o'zi sirili ko'tarilyapti. Yana bitta bosing. Qaranglar mana. Vashshi gap yo'q. Ketdi mana, o'zi ketdi, ko'tarilib ketaveradi. Mana tegishgani yo'q, o'zi ko'tarilyapti. O'zi to'xtadi. Gapi bo'ldi, o'chiring, yetadi, shuni o'zi yetadi. Voy. Akalar ko'ringlar mana ishlashlarini, tezligini qaranglar buni. Lekin sen pogruzchiklari tezlik bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Ko'tarib yukni tushirib berishlari bo'yicha, ishlash tezliklari bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas.
O'chirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Tushunishingizda savollar bor edi. Mana qarang. Обязательно ruchnikka qo'yasizlar. Da. Ketdik. Masterdan ko'rsatmalar mana. Tak, aka mana bu 3,5 kubalik deyliga. Buni yana boshqa kubaliklari, misol 1.8 liklari ham bormi? Bor. 1.8 ligi bor, 3ligi bor, 3ligi bor. 656 ga misol uchun ko'mir ishlari uchun ham qo'ysa bo'ladi, 4,5 kovushli, 5,5 kovushli даже qo'ysa bo'ladi, 5,5 kubalik. Aka, siz nima deb o'ylaysiz? Boshqa pogrushklar raqobatchilarga nisbatan narxi biroz baland. Buni sabablari nimada? O'zingiz sababini qarang. Birinchidan bu Caterpillar'ning zavodi. Ikkinchidan bu kачество. Uchinchidan bunda 4 ta oldinga, 4 ta orqaga korobka peredachasi. Bunaqa bo'lmaydi, menimcha. Yo'q, Xitoyliklarda bunaqa yo'q. Boshqalarda yo'q. O'shanchdan ham orqaga ham bir xil tezlikda harakatlanayapti, oldinga. Xuddi shunaqa. Gap bo'lishi mumkin. Endi qarang aka, mana misol uchun buni zapchasti qanaqa, servis xizmatlari, garantiyalari qancha bo'lyapti? Buni garantiyasini misol uchun 1 yildan 3 yilgacha qilsa bo'ladi. Atak standart garantiyasi 1 yil yoki 2000 motosoat. Hamma joyda. Zapchast, filtr, moylari hammasi bu skladimizga kelsanglar, hammasini topib beraman. Bez problema, zapchast hozir har doim mana zublarni ham zakaz berib qo'ydik, xudo xolasa. Mana yangi pogrushkilarimizga xudo xolasa kelyapti, yo'lda hammasi. Kelib, bemalol ishlatsa, muallashtirsa bo'ladi. Demak, talabga qarab har qanaqa kubaligini topsa bo'ladi, zakaz qilib keltirib bo'ladi. Bemalol. Hech qanaqa muammo yo'q. Agar kimga ushbu SEM pogrushkiklari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ana shu pastki raqamlarga aloqa qilsanglar, Sherst aka o'zi bilan bog'lanib, hamma savolinglarga 100% javob olishingiz mumkin. Sherst aka o'zlari necha yillik tajriba aka? Umumiy hisoblaganda bir 5-6 yillik tajriba o'zi. Ancha aka, 5-6 yil ichida odam, Marsga uchyapti. Hozir 5-6 yil ichida odam o'qib. Texnikani bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketsa bo'ladi o'zi. Zo'r. Akalar, sizlarga mana yangi bir o'sha talabiylarga binoan SEM pogrushkini obzorini qildik. Qo'ldan kelgancha like bosinglar, podpisatsiya qilinglar. Yana qanaqa texnikalarni obzorini ko'rmoqchisizlar? Albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Temur Xotin kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.